Sizlar bilan Umarchik. Bugungi videoda biz movi mashinani dipillatishni o'ynaymiz. No. Kapoti qanday ochiladi? Ochilmaydigan bu kapoti. Albatta. Meni ko'raylik. Qaranglar. Qaranglar hozir. O'ziga kelib qopti-da bu moqa. Qaranglar. Dikstak qilyapti. Oz to'xtanglar-da. O'yindan chiqib turay. Ale men cheat mashinamni kiraman, lekin u cheatga o'xshamaydi. No. Mayli. Hozir. Ana momon bo'lsa bitta cho'miltirib qo'yaylik, bu bechoraning xos puli yig'ib turib. Cho'miltirib qo'yamiz, xos puli yig'ib turib. Shartda kim bilmasa shuni osonroq. Mo'ga 2000 oladi-da, kim bilmasa 2000 oladi. Shtir pulsani berasiz. O'zim pulim ko'p-da, prosta ishlatordim-da hammasini. Internetim yo'q. Tropki deganga kirmaylar, u vashshe g'alat bo'libdi. Grot degan topolmasanglar, mana shu oldida grot deb turadi. Kirolinglar bemalol. Eski versiya kiriladi. Yangi versiya vashshe xunuk bo'lib qolibdi-yu. O'zi bu ham kirmayapti. Hozir qani necha soat? 17 da yetdi. Tezroq kirasan. Do'stlar, bu kirmayapti. Qachon kirasan? Kir. Kim bilmasa Telegramdan meni Umar Vera deb yozsanglar chiqaman. No, o'zi ancha bo'ldi video ham chiqarmaganimga. Bitta cho'miltirib kelay. O'sha kir bo'lib ketdi. Boy orada drift qilib o'ynayotgandim. Kir bo'lib ketdi. Stolbani apodiga tiqdi. Ochal. Nima chistdi? Nima chistdi? Chistdi ekan. Unda bo'lmasam drift qilishni o'ynaymiz. To'xtanglar-da hozir. Drift rejimiga qo'yib qora turli pul yig'amiz. Pul. To'xtanglar hozir. Nima deyapti uni? Ana mashinadan chiqmasa. Kim mashaqa yasatishni xohlasa, menga aytsanglar, akkauntinglarni berasizlar, yasaveraman, oson. Bunday bo'lmaydi mana mashaqalar qilib beraman mana. Xuddi shunaqa qilib beraman mashinalar. Mashaqa mashina bilan bersanglar. Bu XPSni nechchiligini bilsanglar, ko'rginglar kelsa, 100 ta like bosamiz, keyin ko'rib ko'rsatib qo'yaman. Bu vashshe короче bir 100 ming pulim ketgan mashina yasatishga ham. Har qayoqqa cheatga o'xshatib, to'xtanglar hozir, qaranglar. Qaranglar. Skotchlangan ko'ryapsizlarmi? Qaranglar. Qalay ekan? Kim yoqqan bo'lsa, mana shu like bosib qo'yasizlar. Короче, bu kayf mashina, kimlarga kerak bo'lsa, mana salonni ham ko'rsatib beraman hozir. Mana saloni qop-qora. Hech qayerda ko'rinmaydi. Ana shuning uchun bu mashina kayf, olinglar. Bir mesh pulga turishini ham bilmayman, akam berganda bu mashinani. O'zim o'zing yasatib olaverasan degan
Xo'p aka, men Neviga sotib olganman. Agar kimlarga yoqgan bo'lsa, 100 ta like bossanglar, mana shu mashinani berib yuboraman. Xo'p o'zinglarga emaillarni, keyin gmaillarni yozib ketasizlar. Atpat hamma narsalarni yozasizlar. Keyin men beraman mana shu akkauntni. Akkauntga ham qo'shib beraman. 100 qilsanglar lekin. Birarga 100 mingta qilsa-da 100 deb yuboraman. Qilib beringlar iltimos. O'zi endi ochishim bu akkauntni ham ancha bo'lgan, lekin birinchi oddiy videolar chiqarib yurardim, botga o'xshab. Endi hozir kuchayapman, sekin-sekin kuchayib boryapman. O'zi birinchi video olmasdimda, keyin olishni boshladim. Keyin o nima deyardi, akam o'rgatdi, mana shunaqa qilsang yaxshi bo'ladi dedi. Yani xo'p aka deb men ham qaradim, qildim. Keyin qarasam yaxshi turibdi. Keyin bo'pti deb turibman, qilaverdim. Kiminglar aynaga yozishni bilmasanglar, qaranglar. Haligi manaqalar qo'yish bo'ladi-yu, ashuni bitta o'tkazasizlar. Yana bitta o'tkazsanglar, okna vinalarda chiqadi. Ashunda qo'yaverasizlar-da, mashinani ustiga qo'yilmaydi, oknaga ham qo'yiladi. Kimlarga yoqgan bo'lsa mana shu video, endi like bosib qo'ysanglar, podpiska ham qilib qo'yinglar. Iltimos sizlar uchun hamma narsa qilib beryapman men ham endi. To'xtanglar.